Mana shunaqa space zatkalarda eng oxirgi modelidan olaman deb pul yig'ib yurgan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada universalniy o't o'radigan space zatkalarimiz yetib keldi. Bu space zatkalarimizni oldingi zatkalarimizdan asosiy farqi e'tibor berishlaringiz mumkin. Korobkalari двойной korobkalardan qo'yilgan va eng katta 750 talik korobkalardan qo'ydirib olib kelganmiz. Va qo'shimcha sifatida mana shunaqa space zatkasi bor akalarimiz uchun va yangi partiya eng oxirgi modelini komplekt holatda olaman degan akalarimiz uchun mana shunaqa telashkali variantlaridan ham tayyorlab beryapmiz. Bu degani hozirgi paytda katta 2 gektar, 5 gektar, 10 gektargacha yer maydonlarida o'rib ketayotgan akalarimiz oyoqlari toyib, anchagina charchab qolishyapti. Shuni hisobiga bemalol o'tirib boshqarib ketish uchun mo'ljallangan mana shunaqa komplektlarni ham tayyorlab beryapmiz. Bu space zatkalar o'zi nimalarni o'radi deb so'ragan akalarimiz uchun hozirgi paytda beyda, sholi, bug'doy, yantoq, shunga o'xshagan tog' o'tlarigacha bemalol o'rish uchun mo'ljallangan universalniy zatka hisoblanadi. Lekin bu zatkalarda ham har xil assortimenti bo'ladi. Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar iloji boricha mana shunaqa korobkalarga ahamiyat berib oling va tagidagi segmentlari tomonlama eng qalin bo'lgan stal metalli variantlardan oladigan bo'lsangiz, anchagina sizga rasxod kamayadi va bemalol qalinroq poyalarga kirgan vaqtingizda ham, beydaga kirgan vaqtingizda ham toshlardan ham anchagina zashita qilib turadi akalar. Bu degani двойной zashtali original space zatka olishlaringizni tavsiya beramiz. Bu space zatkalarimizni hozir sizlar bilan bir qator ishlash jarayonini ko'rib chiqaylik. Keyin to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'taman. Narxlari bu videoni oxirigacha kuzatib oladigan bo'lsangiz, narxlarigacha tanishtirib o'taman. Bitta bu space zatkamizni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz. Videomizni boshladik. Ana akalar, juvarini o'rishlariga o'zlariz bitta ahamiyat berasizlar akalar. Hozir uje 1 gektar maydonni o'rib qo'ydi. O'rib ketishlariga, ishlashlariga o'zlariz bitta baho beringlar akalar. Bir tomonga taxlab, chiroyli qilib, uchini, ko'tini bir xil qilib tekislab ketadi. Bu o't o'radigan space zatkamiz hisoblanadi. Akamizga hozir dehqon akamizni olib kelib berdik. Bir qator o'zlari ishlatib tekshirib olishyapti. Ishlashlariga o'zlariz kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Akalar, ishlash jarayonlarini ko'rib bordilaring. Ishlashlariga, sifatlariga o'z fikrlaringizni kommentarlarda yozib ketishlaringiz mumkin. Mana shu space zatkamizni ishlash jarayonlari sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar. Xo'p, bu space zatkamizni qulayliklarini tanishtirib o'tib ketamiz. Qulayliklari mana shunaqa telashkalarda ulagan vaqtingizda ham boshqarishlik uchun torroq, kengroq joylarda burilishlik uchun mana shunaqa satelitlari bor. Burilishlariga ahamiyat berishlaringiz mumkin va qo'shimcha sifatida buni boshqarishlik uchun o'zini mana shunaqa joylarda skorsigacha bor. Bu degani panijni, povisheni hamma skorsi bor. Yerning ichida, bog'ning ichida bo'ladimi, beda, sholi, bug'doy bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasini o'radigan universalniy space zatkamiz hisoblanadi. Bu space zatkamizni aravalarni qo'yib olish ham juda ham oson. E'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shunaqa yerlarni ichida qaytib olishda qiynaladigan bo'lsangiz yokida qanaqadir holat bo'ladigan bo'lsa, aravalarni bemalol dishtadan chiqarib turib qo'yib, xohlagan paytingiz qaytib olgandan keyin yana joyiga ulab foydalanishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin, ulanishlari, uzilishlari juda ham qulay qilib ishlangan. Agarda o'zingizda mana shunaqa space zatka bo'ladigan bo'lsa ham, boshqa turdagi motobloklar bo'ladigan bo'lsa ham, bizning do'konimizda telashkalarimiz ham sotuvda bor. Xo'p,
Bu komplektimizni qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib ketamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu ko'rib turgan 120 lik jatkalaringiz Reper firmasiga tegishli original bo'lgan 4 parreli 120 lik jatka hisoblanadi. Bu jatkamizni oldingi partiyalardagi jatkalardan asosiy farqi yon tomon pichoqlari bor. Undan tashqari qulayliklari tomonlama tak tomon segmentlari 36 qatorli original segmentlardan qo'yilgan va bu space jatkamizda hozirgi paytda ikkita parrayli bo'lganligi uchun tepa tomon qismi asosiy o'tni olib chiqadigan qismi qalin parraydan qo'yilgan, pastki tomoni esa o'tni bir me'yorda olib ketish uchun ingichkaroq parraylardan qo'yilgan, tezroq ishlashligi uchun. Bu space jatkamizning ishlash prinsipini ko'rganingizda, mana shu yerdan o'rgan mahsulotini bu yerdan bir tekisda uchini ko'tini bir xil qilib o'rib keta oladi. Xo'p, yonidagi vertikalni pichoqlari nima uchun kerak deb so'ragan akalarimiz uchun, bu yonidagi pichoqlari hozirgi paytda beda o'rmoqchi bo'lib yurgan akalarimiz uchun bedalar agarda bo'yi o'sib ketadigan bo'lsa, chigallashib ketadi. Shuni hisobiga yon tomonlarini bir tekisda o'rib ketish uchun yordam beradi. Bu space jatkamizning yana qo'shimcha afzalliklari, e'tibor beringlar, reduktori. Jatkamizning o'zini reduktorlari 350 litalik katta reduktordan qo'yilgan, qo'shimcha mana shunaqa kardanlardan qo'yib ishlangan va bu space jatkamizda asosiy motor va korobka qismi 360 gradusga buriladigan satellitli varianti bo'ladi. Xo'p, motorlari 9 kuchli benzin motorlardan qo'yilgan, soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Toza benzinni quyib ishlatishlaringiz mumkin. Buni ishlatish prinsipi, bu yerda o'zini kulchatorlari bor. Kulchatorni yoqib, zavodnoyda tortganingizdan keyin motoblok ishga tushadi va cheres remen orqali reduktorga harakat beradi. Bu reduktorimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Harakatlari cheres sep orqali bo'ladi va jatkamiz ishga tushadi. Bu jatkamizda balon qismini qo'shib ajratishlik uchun korobka qismida 4 tadan skoroslari bor. Oldiga 2 ta, orqaga bitta zadniy xodlari bor va bitta xalastoy xodlari bor. Bu degani yerda ichida panijni, pavishni hamma skorosni qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Va yana qo'shimchasiga oldingi partiyalarda reduktorlari kichikroq kelardi. Hozir endi korobka qismlari ham katta korobkalardan qo'ydirib olib kelganmiz. Balon razmerlari 60-70 razmerga bemalol tushadi. Bu space jatkamizda aytib o'tganimdek, qulayligi tomonlama korobka qancha katta bo'lgan sari ichki tomon zapchaslari ham shunga yarasha qo'yilgan va 750 talik katta korobkadan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motoblogimizda burilishlik uchun 10 tomonga burilish uchun 10 tomon ruchkani, chap tomonga burilishlik uchun chap tomon ruchkani bosishingiz yetadi o'zi. Bemalol burilishga juda ham qulay bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa aravalarda qo'yib ham ishlatishlaringiz mumkin, aravalarda uzib qo'yib ham foydalanishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu space jatkalarimizni bizning do'konlarimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shunaqa 750 talik korobkali variantlari va undan tashqari 550 talik va 450 talik korobkali variantlari sotuvda bor. Bu space jatkamizning eng arzon modellari $1100 boshlab mana shunaqa eng moshni va eng baquvvat variantlarini narxi $1600 gacha chiqadi. Nima uchun narxlari qimmatroq, nima uchun arzonroq deb so'rayotgan akalarimiz uchun yerni ichida asosiy ishlatish uchun mo'ljallangan holati korobka qismi agarda skorosga tushib chiqishi va undan tashqari yerda ichida ish ko'rsatadigan bo'lsa, sizga korobkani o'zidagi remontni o'zi 1,5 million so'mdan 3 million so'mgacha tushadi. Shuni hisobiga qayerdan zatka olishingizdan qat'iy nazar iloji boricha korobkasi eng katta variantini oling va original bo'lgan firmalardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Xo'p, bu 120 lik jatkalarimizni hozirgi paytda bitta parreli variantlari ham bor. Bularning narxi 1200, 1300, $1400 gacha chiqadi. Yonida pichog'i bor yoki yo'qligiga qarab va parraylari bir qatorli, ikki qatorli, reduktorlarning katta kichikligi, balonlarning razmeri o'zgarmasligiga qarab, sifatiga qarab narxlari o'zgaradi. Agarda siz eng oxirgi modeldagi va universalni variantini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shunaqa
variantini tavsiya beramiz. Bizning do'konlarimizda sotuvda bor, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu space jatkamizni aytib o'tganimda eng oxirgi modellarini $1600 baho aytilyapti. Aytib o'tilayotgan narxlardan kami bor. Orqasida teleskamiz bilan komplekt holatda oladigan bo'lsangiz, bu telesklarimiz ham razmerlarni katta kichikligiga qarab eng arzon variantlari 1.800.000 so'mdan boshlab mana shunaqa universalniy variantlari 3 million so'mgacha assortimenti bor. Bularni ham razmeri katta kichikligiga qarab. Xo'p, bu degani aravalar bilan komplekt holatda oladigan bo'lsa, sizga $1700 dan $1800 gacha tushadi. Shuni hisobiga eng oxirgi modellari mana shunaqa narxlarda chiqadi. Aytib o'tganimda boshqa turdagi modellaridan ham sotuvda bor, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz motobloklar uchun ustanovka qilinadigan varianti, xohlasalaringiz oddiyroq variantlari, har xil assortimenti bor va undan tashqari mini o't o'radigan jatkalarimizdan ham sotuvda bor. Bularimizni narx-navolari $500 dan boshlab $1300 gacha chiqadi. Kimga mana shunaqa texnikalar zarur bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konimizda assortiment juda ham ko'p. Bemalol aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda sotib olishlaringiz mumkin. Ekranga telefon raqam qoldirib qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Kesalaringiz o'zim shu yerda bo'laman. Narxlarni hozir aytib o'tilayotgan narxidan kami bor. Kesalaringiz eng arzon narxlarda va eng zo'r texnikalarni qilib berishga harakat qilamiz akalar. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.